Hammaga salom. Bugun sizlarga Telegram podarkalarini yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun o'zim qilgan 3 ta eng yaxshi savdolarni ko'rsatib beraman. Keling boshidan boshlaymiz. 1-dekabr kuni ertalab Telegramga kirdim va ko'p kanallarda Telegram o'zining sovg'alarini chiqargani haqida yozishgandi. Men esa qiziqib mana shu ekraningizda turgan sovg'alarni sotib oldim. Lekin eng alamlisi menga yoqganlari уже sotilib bo'lgandi. Sababi u sovg'alar kechqurun 3 ta chiqqan ekan. Ammo qolgan sovg'alardan hammasidan bitta-bittadan olishga ulgurdim. Xo'sh, keyin esa ko'p bo'lmasdan Dori sovg'alarga yaxshilanish funksiyasini qo'shdi. Bu uning modeli va orqa foni rangli bo'lishi edi. Men o'sha kuniyoq barcha sovg'alarimni 25 starsga upgrade qildim. Ya'ni o'zimizning tilimizda aytganda yaxshiladim. Ko'p vaqt o'tmasdan kanallarda miyolga olxo'rini $100 dan olamiz degan xabarlar tarqadi. Aytgancha men uni mini start ya'ni $15 ga sotib olgandim. Bu o'sha payt yaxshilangan sovg'alarni sotib olgan narxingizdan kamida 10 barobar qimmatga sotishingiz mumkin edi. Keyingi sovg'am esa mana bu atir. Men buni 500 start ya'ni $7,5 ga sotib olgan edim. Endi so'ng narxlari $50 dan boshlandi. Aytgancha, agar atirimni o'sha payt arzonga sotib olmaganimda, hozir bemalol $400 ga sotib olardim. Essiz. Xo'p, keyingi sovg'am esa mana bu uzuk bo'ldi. Men buni 100 startga oldim va juda ham yaxshi narxga sotdim. Ammo buni ham narxi ko'tarilib ketdi. Hozir bu uzuklar narxi $150 dan boshlanyapti. Hozir ham yangi sovg'alar chiqib kelmoqda, lekin ular narxi juda ham qimmat, sapli juda ham ko'p va foyda qilish deyarli qiyin. Ammo agar sovg'ingizni foni qora fon bo'lib qolsa, bu sizning sovg'ingizni narxi 10 barobar qimmatlashdi degani. Nimaga desanglar, bozorda hozir eng qiymati baland sovg'alar bu qora fonli sovg'alar desa ham bo'ladi. Mana shu tepada aytib o'tgan 3 ta sovg'a mening eng yaxshi xaridlarimdan bittasi edi. Sizlar ham shunday sovg'alarni sotib olish, ular haqida to'liq batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mening Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Sababi men barcha obunachilarimga sovg'alar haqida mutlaq tekin maslahat beraman. Demak, barcha qiziq yangiliklar Telegram kanalida, havola esa kommentariyada. Telegram sovg'alari bu yangi Bitcoin. Eshitgan bo'lsangiz, yaqinda bir rus bolasi pepelarini sotib, o'ziga yangi BMW sotib oldi. Har doim tanlov o'zingizda. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi videomiz qanaqa mavzuda bo'lishi haqida va qanday informatsiyalar kerakligi haqida kommentariyada yozib keting. Ammo like bosish birinchi o'rinda. Barchaga omad.